Bolaligimizda darvozani yopdingmi, eshikni mahkamladingmi degan savollar bizga unchalik ham bir yoqmasdi, erish tuyulardi. Nima keragi bor vahima qilishni dirdik. Bola bo'lganmizda. Kecha Toshkent shahrida sodir bo'lgan holat esa bu so'zlarning ma'nosini ochib berdi. Shaxsan men uchun tun yarimda bir qo'shnisining uyiga mast holatda pichoq ko'tarib chiqibdi-da, qarang. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir keng muhokamalarga sabab bo'lgandan keyin men ham bir fikrimni bildirib o'tay dedim. U hozir qo'lga olingan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik bilan 185-2-moddasi sovuq qurol olib yurish bilan unga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan va sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan unga nisbatan. Lekin menda bir narsa borda, agar o'sha qo'shni xayol bilan eshikni bilib bilmay ochib qo'ysa, bu biz ertalab ko'rganimiz umuman boshqacha holat ham bo'lishi mumkin edi, vahimaliroq bo'lishi ham mumkin edi. Men shu turdagi bir huquqbuzarlikmi, mayda bezorilikmi, shunaqa xatti-harakatlar sodir etayotgan shaxslar uchun eng minimal emas, eng maksimal jazo qo'llashni tarafdoriman. Ana o'shanda qolganlarga ham saboq bo'ladi bu narsa, ko'zi ochiladi qolgan insonlarni. Zero har bir fuqaroning xavfsizligi, tinchligi va uning osoyishtaligi, sog'lig'i, uni joni biror narsa sodir bo'lmasidan oldin asrab himoya qilinishi kerak. Siz meni bu fikrimga qanday qaraysiz va izohlarda albatta o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang.